Salom hammaga. Andijon Samarqand sayohatimiz boshlandi. Mana yetib keldim Andijon temir yo'l vokzaliga. Hozircha kutib turibman. Ertaroq kelgandim. Kutib turishni doim yomon ko'rib kelganman. Hozircha pustoy, stollar mashinalarni joylashdi, yotibman. Mana hamma bilgan vokzal. Endi qani to'planishsa, birga ketamiz. Sekin odam to'planyapti. Karam, Donyang, Donju, Dongwon. Biz endi avtospring biz. Poyezdimiz yurdi. Shmola ko'rinmayapti. Yarim soatcha bo'lib yurganimizga. Namanganga yetib keldik. Namangan vokzali. Ozgina vaqt qoldi. Chiqqanimizga 2 soat bo'ldi. 2,5 soat bo'ldi. Andijon Namangan. Yo'lga chiqishmoqda. Popga to'xtadik. Aylanib eshitdimi ko'rinadi? Videoga olaman deyapman.
Muammo. Şükür oldu. Ayaklar. Nasılsınız? Tekrar Mana shu qiziqarli. Mana Andijon Toshkent poyezdidan tushib oldik. Endi nariyoqqa qarab ketyapmiz, choy ichgan. Az choy ichgani keldik. Yoqimishda. Hozir Sirdaryoda gaz zapravkaga to'xtadik. Mana avtobusimiz, turistik avtobusga ketyapmiz. 52 ta odam. Hamma shu yerda, bolalar bunaqa boks bilan band. Agar 3000 ursa 50,000 sovg'a bor ekan. 50,000 so'm berar ekan. Gaplar qayerda turibdik? Sirdaryoning qayeridadir? Ha, buzib qo'yishdi oxiri. Oxiri buzib qo'yishdi. Shkaf qo'yishdi. Mayli. Qattiqroq urib olishadi, buzilib qoldi. Undan oldin bir vib bo'lib qoladi. Xohlagancha urishib, pastga tushaverdi, endi teskari olib qo'ydi. Mayli. U yaxshi laptopimiz.
qavatli uyda xullas. Laylakda uyasi 2 qavat. Tepasi detski, pasi ota-onasi uchun. Oldin 1 qavat uylar bo'lgan. Mana 1000 yillik uylar hozir ham Buxoro, Samarqandda turibdi. 1 qavat bo'lgan xolos. Hozir 2 qavat. Zamonga qarab laylaylar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar. Yosh nima deydi? Farzandlar yashayapti tepada. Dala, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinadigan xabar olsa. Tepaga chiqib olsa, oyoq, bolam oyoq. Qarib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, shunga chiqa olmayapman. Sizlar yosh chiqishaverasizlar endi tepaga. Biz mana shu pashan bo'laveradi bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakda yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi, yedi. Qarang, laylay
Qishloqning bahori eng go'zal bahor. Shaharga ortiqcha intilma bola. Shaharda varraklar erkin uchmaydi. Shaharning osmoni simlarga to'la. Qishloqda kuylasang, jo'shib kuylaysan. Tunlarni, tonglarni kuylarga ula. Shaharda otilib chiqishing qiyin. Shaharning sahnasi yulduzga to'la. Qishloqning har kuni sayil, ko'pkari, bo'la qol, otga min, or talash bola. Shaharda qo'lingga uloq tegmaydi. Shahar ko'chalari temirga to'la. Qishloqda taniydi hamma bir-birin. Dilingni, elingni mehrga bela. Shaharda mendaylar ko'payib ketgan. Bilmaysan bu shahar kimlarga to'la. Qishloqning bahori eng go'zal bahor. Shaharga ortiqcha intilma bola. Shaharda varraklar erkin uchmaydi. Shaharning osmoni simlarga to'la. Samarqandni qayerga tashlab ketishdi bizni? Hozir ko'ramiz qayerga ekan. Uni choyxona. Uni avtobus. Sentr ekan. Do'mpali qanaqadir, o'g'ay momo. Layla. Menimcha choy ichsa kerak. Yana hamma o'tirib olib, ovqatlanib, dushi dasturxon solinadi degan umiddamiz. Hamma turdi, mana shu yerda yotdik. Mehmonxona ekan. Hali tarixiy binolarga o'xshaydi ekan. Aylanasiga shu 2 qavat ekan. 4 xonali, 5 xonali, 3 xonali, konditsionerli. Baseni yo'q bor ekan, suv yo'q ekan lekin. Mana shu ziyorat joylarini ko'ramiz deb Al-Buxoriyni ziyorat qilamiz deb Xudo xolasa. O'tgan safar ko'ramiz Al-Buxoriyga ziyoratga borishdi. Ancha xursand bo'lib qolishdi. Xo'p, bo'lmasa mehmonlar sayohatimizni davom ettiramiz. Bugun Amityevor maqbarasini ko'ramiz, Xudo xolasa. Bu yerda bizda butun O'rta Osiyoda yagona bo'lgan sahobaning qabri bor. Masalan, Andijonda Xitoy Muslim bo'lsa, Samarqandda Husayn ibn Abbos ziyoratgohlari bor. Hammasini ko'rib aylanamiz. Rahmat. Amir Temur maqbarasiga yetib keldik. Go'ramir. Daraxtlar. O yerdan boshlanadi. Biz bitta gidimiz bor, Jasur aka. Amir Temur davridan qo'ygan. 500 metr uzoqlikda, 500 metr uzoqlikda Amir Temurning saroyi joylashgan. Ko'p saroy deb saroy. O'sha saroydan olib kelingan mana bu tosh. Taxt tosh. Amir Temurning taxti mana shu ustida turgan mehmonlar. Yana taxt albatta o'sha balandroq joyda turishi kerak. O'sha odamning hurmatini bildirish uchun, hukmdor bo'lganini bildirish uchun. Mana shu tosh ustida yuqorisida bo'lgan. Undan tashqari jahon urushi boshlandi, ikkinchi jahon urushi. O'sha jahon urushining boshlanishining sababi ayrim bir afsonalarga ko'ra Amir Temurning qabrini ochilishi hisoblanadi. Demak, Gerasimov ismli antropolog olim Amir Temur shaxsiyatiga qiziqadi va Amir Temurning tasdiqlangan surati va maqbarasini maketi, bu xaritasi, hozir gidimiz hamma narsani tushuntirib ketmoqda.
bu saroy Amir Temur Saroyda saroyi bo'lgan, ya'ni chetdan kelgan savdogarlarni chetdan kelgan Amir Temur bog'larini suratlari. Amir Temur davlatining eng gullagan davrdagi xaritasi bo'lishi kerak bu. Hozir men sizlarga eng go'zal binoni ko'rsataman. Tillalarini qaranglar. O'sha maqbara Amir Temur qabri. Bilmadim endi qabrini qanaqa bu yerda afsonalar ketadi. Yo'q, bu yerda o'zi bir tanasini bir qismi Bolobodda shunday. Mana buni qaranglar. Juda hashamatli, juda go'zal, tillali, tilla rangga bezatilgan. Amir Temur bu toshimiz nefrit toshi deyiladi, ko'k tosh. Demak, Blue Jade deyiladi. Qaranglar, bu toshimiz 1424-yilda Mirzo Ulug'bek tarafdan olib kelingan ekan, Mo'g'ulistonda. Mirzo Ulug'bek shu yerda yurish qilganda bu toshni olib kelgan va mana shu Amir Temur maqbarasini ustiga qabr toshib qo'ygan. Asl qabrlar 5 metr pastda. Xo'p, Amir Temurdan tashqari bu yerda uni buyuk sarkardalari, buyuk o'g'illari dafn etilgan. Masalan, mana bu yerda Muhammad Sulton, Amir Temurning taxt vorisi, o'sha Xorazm sultonlaridan bo'lgan o'sha Xonzoda begimning o'g'li, Amir Temurning eng katta o'g'li bo'lgan Jahongir Mirzoning farzandi mana shu yerga ko'milgan. Muhammad Sultonning qabrlari o'rtada Alisher Amir Temur dedik, yonida esa demak Shohruh Mirzo va Mironshoh Mirzo. Amir Temurning ikkita o'g'li Shohruh va Mironshoh Mirzo ham shu yerga ko'milgan. Undan tashqari yana o'sha yana ikkita o'g'illari Shahrisabzda ko'milgan deyiladi. 1373-yilda Amir Husaynga qarshi hal qiluvchi jang kelgan paytda Termizda kutib olar ekanda, Termizda tug' va bayroq sovg'a qilar ekan Mir Said Baraka Amir Temurga. Va u Amir Temur o'sha jangda g'olib chiqqandan keyin Mir Said Barakaga o'sha Baraka degan nom berar ekan. Mir Said Baraka, ya'ni o'sha sayyidlar avlodidan bo'lgan, aytganingiz to'g'ri chiqdi, siz barakotli inson ekansiz deb mana shu Mir Said Barakaga shunaqa nom berdi. Qaranglar, bu ustozini Amir Temur vasiyat qilganki, men o'lsam ustozimning oyoq tamloniga ko'miladi degan. O'shaning uchun mana shu yerga ko'milgan ekan. Yonida ikkita qabr ham bor. Ular Abdulla va Abdurahmon Mirzo Ulug'bekning yoshligida vafot etgan farzandlarining qabri. Kellar, bu tarafga yuraylik. Mana nihoyat Registonga yetib keldik. Men 28 ta obunachimni. Registon. Nomli Atilla qori Mirzo Ulug'bek. Meni nomi tushunsa. Ana qadrli meni 28 ta obunachim. Registon maydoniga xush kelibsiz. Hozir ichiga kiramiz, har bittasini tushuntirib beraman yoki gid tushuntirsa yonida turaman. Mana biznikilar bitta rasmga tushdi boshladi. Registon degan joyning ma'nosi, Registon nima degani o'zi? Xo'p, qaranglar. Bu joy Samarqandning markazi. Shu yerda savdo sotish joyi bo'lgan. Masalan, o'z davrida o'sha demak Mirzo Ulug'bek davrlarida o'sha katta bir savdo sotish joyi bo'lgan. Masalan, din ulamolarni bir-biri bilan shu ulamolar bahs yuritadigan joy bo'lgan. Qaranglar, Registon degani o'zi fors tilidan olinganda qumli maydon degani. Reg bu qumliston bu maydon. Oldin bu joydan
birinchi bo'lib 1220-yildan oldin bu yerda ariq oqib o'tgan. Chingizxon bosqiniga qadar ariq oqib o'tgan. bor joyga kiramiz aka. Optoda yaxshi ekan. Keyin bu joy qo'ygan. Keyin Chingizxon bu joydagi ariqni buzib tashlagandan keyin Registon qumli joy qo'ygan. Mana bu yerda borki mehmonlar birinchi qurilgani mana bu Ulug'bek madrasasi. 15-asrda qurilgan. Bu ikkalasi 17-asrda qurilgan. Birinchi bu bunga kiramiz, kelinglar. Bunda Ulug'bek madrasasiga kirib ketyapmiz. 1417-yilda qurilgan. Bu yerda juda ko'p olimlar tahsil olgan. Tepada har xil hujralar bor, bir nechta 50 dan ortiq. Albatta talabalar hozirda talaba deymiz. O'quvchilar tahsil olgan. O'sha soat, hammamiz bilgan soat, quyosh soati. Kelishgan, sovg'a qilishgan. Chunki Ulug'begim astronom. qanday buni bilishib olishgan? Qanday o'lchashgan? Oldin mana yog'ochni soyasiga qarab vaqtni bilishgan oldin. Mana qarang, mana. Mana ko'ryapsizmi? Hozir ham ishlayapti bu soat. Ishlaydi. Ha, ishladi. Salqin bo'lsa nima bo'ladi? Burningdan qochib. O kunlarni ham chiqarib bergan o'nga qarab turib. Hali o'zimiz ham Bu muzeyga kirib keldik. Hozir Qur'on kitob, juda katta Qur'on kitob. O'sha haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hurmatli mehmonlar, mana hozir ko'rib turgan kitobimiz Qur'oni Karim kitobimiz. Toshkentdagi Usmon Ro'zavoy Ahmad tomonidan yozilgan kitobidan ko'chirma mehmonlar. Endi bu kitobimiz qaranglar. Bizda demak Samarqand qog'oziga yozilgan 5 yil oldin Samarqandlik xattot Abdujalil Urganch tomonidan yozilgan. 5 yil oldin Samarqand qog'oziga. Ko'rinishi juda ham qadimiy kitobga o'xshaydi. Qaranglar, qog'ozlari ham boshqacha. Bu qog'oz Samarqand qog'ozi deyiladi. 8-asrdan beri Samarqandda shu qog'oz shunaqa qog'oz ishlab chiqariladi. Tut daraxtining shoxlari, navdalarini shu qayta ishlanmoqda. Endi qaranglar. Mana bu kitobimizda bilasizmi? Bu kitobni ko'chirib Bu o'sha darveshlarni moy chirog'i va kashaloga bizga tushuntirishdi. Bu chavginlar, hammamiz bilgan xum. Bu yerda o'sha metal buyumdan yasalgan har xil temir majmualar, idishlar, chavginlar deymiz anjanchasiga. Mana bu yerda o'sha davrdagi barcha taqinchoqlar, tilla taqinchoqlar, sirg'alardan tortib zirak, boshdagi nimalari, bilak uzuklar. Mana bu yerda o'sha ustoz va talabaning dars o'tish jarayonini ko'ryapmiz. O'sha davrda shunday o'tgan ekan. Shamchiroq, sham. O'sha davrdagi xattotlar taxminiy ko'rinishi. ular fatikasi chiqarilganmi yo'qmi? Urib olishavergan toshlarga. Yo'q, asfalamagan. Asfalamagan. Hozir ham asfalmas. Ishqiling. Tinchlik bilan tugasin shu video. Ro'paradan yaxshi chiqargan bizdan. O'sha Ulug'bek madrasasini kulolchilik, o'sha davrdagi kulolchilik namunalari, yani suv ichadigan sopol idishlar, yani sopol buyumlar har xil. Darslik kitoblari namunalar. Mana bu esa Registon ansamblidagi Ulug'bek madrasasining ko'rinishi, asl ko'rinishi mana shunday bo'lgan bo'lsa kerak.
Ketdi sopoldan yasalgan laganlar yoki tovoqlar har xil shevada aytiladi. Mana bu esa Mirzo Ulug'bek. Observatoriya. Ulug'bek madrasasini yakunladik. Ajoyib manzara, ajoyib san'at namunasi. Endi esa to'g'rimizda turgan, sizlar ko'rib turgan Sherdor madrasasiga, Sherdor o'sha binosiga, nima deydi yana? O'sha yerga ketyapmiz. Mana gid o'zi tushuntirmoqda hammasini. Hozir men bilsam, qolganini sizlar bilan eshitaman. O'sha hammamiz bilgan u 200 so'mlik pulimizni rasmi. Hisobchilik qilgan ekanda, shu odam bino qurilgan paytda aytgan ekanki, men savdogarman, shuni qo'limdan keladi sizga ustalaringizni go'sht bilan boqaman dedi. Ustalarga bepul go'sht tarqatadi. Keyin bu odamni vafotidan keyin mana shu yerda ko'mishga Sherdor madrasasi. Assalomu alaykum. Sherdor madrasasi. To'g'risi ma'lumot o'qishga hali ulgurmadim. Sizlar bilan birga eshitamiz. Gid aka qayerga ketyapsiz? Go'zallikning oliy darajasi. Ya oliy darajasi bu yer bitta past darajada, oliy daraja tilla qori ekanmiz. Bu bitta past daraja. Samarqandning Registon maydonining ikkinchi binosi. Davom etamiz. Suratlarda aks etgan tarix muzeyida eski shahar ko'chalari, Hoji Muhammad Qatonog'u qabri, Hoji Doniyor ziyoratgohi, eski shahar gumbazlari, Zarafshon daryosi, suv ayirgich, qalandarlar va qalandarning taxminiy ko'rinishi. Madrasalar rasmlari, Nodir Devonbek Amir Temur maqbarasining avvalgi ko'rinishi, 100 yil oldingi rasmlar hozirda darvishlar Basharotxona yodgorligi, Saroy mulk xonim maqbarasi, Shayx Nuriddin Basir maqbarasi, minora atrofidagi choyxo'rlar va Paranji, Igmanchasining 20-yillardagi paranjilar, paranji yopilgan ayol ko'rinishi rasmi, Registon yodgorligining 20-asr oxiridagi fotosurati, Registon maydonidagi bozor, Registon bilasizlar bozor bo'lgan. Islom Karim ko'chasi hozirgi ko'rinishi, avvalgi ko'rinishi 70-yillar. Sherdor madrasasi yonidagi savdo rastalari. Registonda qish shunday bo'lgan, qorlarni ko'rib turibsiz binoda. Ulug'bek madrasasi minorasining ta'mirlash jarayoni va Registon maydoni. Registon maydonidagi ibodat. Suratlarda aks etgan tarix. Endi esa navbat Tillakori madrasasiga. Tillakori madrasasining ichki qismi. Samarqandliklar hozirgacha tarixiy bino qilishadi. Endi yetib keldim mana shu yerga men. Samarqandliklar hozirgacha tarixiy bino qilishar ekan. Hozir bu Tillakori madrasasi nima uchun Tilla nomi berilganligini ko'rsatib beraman. Judayam chiroyli.
o'sha sizlarga aytgan oliy darajadagi chiroy shu yerda. Menimcha yalang'oq kiriladi. Hech oladimi oyoq kiyimni? Oyoq kiyimlarni yechib. Tillakori nima uchun tillaligi hozir mana sizlarga bildirib beraman. Juda chiroyli. Oliy darajadagi chiroy mana shu bo'ladi aynan. Ko'zni qamashtiradigan darajada chiroyli. Ayniqsa tepalari. Mana bu minbarga chiqish. Bu yerda masjid qilib ishlatishgan, foydalanishgan. Bahodir Yalangto'sh tomonidan buyrug'i asosida bu yer qurilgan, oldin karvonsaroy bo'lgan. 1646-yilda boshlangan qurilish va undan keyin qayta ta'mirlab tilla shakllar berilgan. Bu yerda muzeyga davom etamiz. Xizr bobo mana shu masjidni qurishga tamaduni qo'yib, qiblaning qarab ikkalaga namoz o'qib berib ketgan ekanlar. Hazrat Xizr masjidi. Bilasizlar, mana bog'roqlarni ko'ryapsizlar, mehmonlar. Saudiya Arabistoni shu katta bir qo'shin bilan keladigan Xutaybiy Muslim, bu kunda Andijonda xabarlar bor. U kishi katta qo'shin bilan kelgandan keyin Samarqandga kelib, mana shu shaharni ko'rib, jannatga qiyoslabdi askarlarga aytdi, askarlarim. Mana shu demak, Alloh bizni jannatga kirgizib qo'ydi. Mana shu islom dunyoga kelganimiz uchun degan fikrlarni bergan ekan. Mana shu keyinchalik bilsak, bu joy jannat emas, lekin jannat makon o'rga ekan. Bu joyni buzmaslik uchun ular hiyla ishlashadi. Qabr ekan. Hozir duo o'qidik. Qur'on tilovat qilib duo qildik. Hozir endi qaytyapmiz. Chiqish bu yoqdan ekan. Endi quyosh ko'zimga tushib berayotgani uchun shunaqa turib olyapman. Butun shahar ko'rinib turar ekan, yuqoriga ataylab qurishgan ekan. Butun shahar ko'rinib turibdi mana Samarqand. Savdo markazi, shahar. Bu yoq o'sha Bibixona madrasasi orqalarida Registon. Islom Karimov qabrini ziyorat qildik. Endi Shohizimdaga qarab ketyapmiz. Shohizimda shu Samarqandning eng buyuk zotlari, hukmdorlari dafn qilingan joy. 11-asrda yaratilgan Qoraxoniylar tomonidan, keyinchalik Temuriylar tomonidan u yana ham chiroylilashtirilgan, qayta ta'mirlangan. Men bilganlarim shu. Tarjimasi tirik shoh. Hozir yetib borganimizda gidni o'zi yana ham yaxshiroq tushuntiradi. Shohizimdan maqbaralaridan Shodimulk oqa maqbarasiga keldik. Maqbara chiroyli. Naqshinkor mozaika bilan qoplangan. Bu yerda shu maqbarasi. Turkon o'qigan. Juda ham chiroyli. Undan keyingi yana maqbaralar majmuasiga keldik. Tirik shoh. 370-yilda Amir Temurni demak taxtga o'tirganida 2 yil o'tib mana shu jiyanlar o'tib ketgan. Imperiyani qudrati ramzi sifatida mana shu bir maqbaramiz qurilgan. Maqbarani mana bu yerda yozib bor mehmonlar. Bu foniy dunyoga Endi keyingi maqbaraga kiramiz. Shirinbek oqa maqbarasi. 14-asr oxirida Temur singlisi Shirinbek oqa uchun qurilgan. Ham o'ziga xos oq mozaikalar bilan qoplangan. Juda ham chiroyli. Bu yerda mana turk, ispan, ingliz turistlar bor. Xitoy vakillari. Juda ham chiroyli.
Yana bir maqbara 8 ta eshikdan iborat. Jannatning 8 ta eshigi bor. Hammamiz bilamiz. Shunga qiyoslangan holda 8 Qir Ali maqbara deb ataladi bu. 14-asrning ikkinchi yarmida qurilgan bino tarixi 8 Qir Ali, tomonlari ochiq, tagida doira shaklida xilxona joylashgan deb yozilibdi. Temuriy malikalar uchun maqbara. Bunisi noma'lum kishi maqbarasi deyiladi. Ikkinchi yarmida qurilgan, shaxsi noma'lum emas, nozik did bilan ishlangan koshinlar qisman saqlanib qolgan. Oddiy ko'rinishda. Bunday ko'rinishda. Ya bu cheksizlikka qarab ketayotgandek. Bu yerdagi aksariyat maqbaralar noma'lum shaxsga tegishli, kimligini olimlar izlab topolmagan. Shuning uchun ko'plariga noma'lum maqbara 1, noma'lum maqbara 2. Lekin mana bu yerlarda imzolarda ustani imzolari borligi uchun ba'zilariga usta Ali Nasafiy ustalarning nomlari berilgan ekan. Bizni nimalarimiz, kollektivimiz hozir xuddi shu gaplarni gid tushuntirmoqda. Yana noma'lum maqbara shu vaqtda. Yaxshi gap videoni kiyib olganim. Ana o'shanda ko'tin irib ketdi ishaning. Ovozlarni endi o'chirib yuborasiz. Ne, baribir ovoz o'chadi. Men avval ovozni pasaytirib qo'shib qo'yib yuboraman. O'z montaj qolasizmi, montaj Qilib tashlab qo'ysangiz ham. Endi Ulug'bek observatoriyasiga yetib keldik. Yetib kelishi o'sha 1908-yilda Vyatkin tarafidan qilingan o'sha observatoriyadan stansiyadan keyin topilgan joylar. Binomizda 3 qavatli bo'lib, 3-qavatida kutubxona bo'lgan. Amir Temur va Mirzo Ulug'bek tarafidan. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Xo'ja Doniyor maqbarasiga keldik. Zinadan chiqib ketyapman. Pastda buloqda suv oldim. Hamma suv olib chiqyapti. Endi olomon effekti deyiladi. Hamma effektimi? Mana shu nima qilsashni qilib turaveraylikchi bir gap bo'lar, balki. Shuni o'chirib turib oldim. Tepaga chiqaylikchi. Xo'ja Doniyor bu yozib ham qo'yibdi. Doniyor pastga inglizcha Daniel bu islom, xristian, iudaizm kitoblarida yozilgan. Ham cho'la din uchun ham muqaddas avliyo hisoblanadi. Hozir kiramiz. Kamdanam, ko'kdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam, qidirma
Ketdik mana Samarqand City'ga qarab. Biznikilar ikkita rasmga tushyapti. Har holda City deyishdi, bizga ko'ramiz nima ekan. Yaqin joy aka. Avtobusda yuribmiz-da, kecha yuribmiz o'toqda. Nima dedingiz? Qoyil. Chiroyli, juda chiroyli. Tarixiy binolarda ko'p qo'yishibdi. Restoran, hozir qorin to'qlab chiqdik. Anjalilar keldi. Mana Shabada. O, shetda bo'larkan shekilli konsertlar ketyapmiz. Maydon, qanaqa o'yingoh. Suv. Chiroylimi? Menimcha chiroyli, juda chiroyli. Thank you.